Omoqchi vaqtdoshlar, bugungi hikoyamiz rost va yolg'on. Havo ochiq kunlarning birida ichadigan suv tugab ketgan bir sayohatchilar kemasi ma'lum orolga yaqinlashibdi. Bu orolda ikki millat bor ekan. Bir millat samimiy bo'lib yolg'on so'zlamaydi ekan. Yana bir millat samimiyatsiz bo'lib yolg'onni so'zlaydi ekan. Ammo sirtdan qarashqa bu ikki millatning qilcha farqi yo'q ekan. Ular sayohatchilarning tilini bilsa-mu, orolning yerlik tili bo'yicha so'zlaydi ekan. Orolga chiqqan kema xodimlari bir buloqni ko'rgan bo'lsa-mu, uning suyini ichkili bo'ladigan, bo'lmaydiganligini bilolmabdi. Dal shu vaqtda ularning qishiga yerlik bir odam kelib qopdi. Kema xodimlari u odamdan mundaq deb so'rabdi: "Bugun havo yaxshimi?" "Milatadi" deb javob beribdi yerlik odam. "Bu suni ichkili bo'lamdi?" "Milatadi" deb javob beribdi u yerlik odam burunqidekla. Kema xodimlari milatadi degan so'zning bo'ladi yoki bo'lmaydi degan ma'nini bildiradiganligini bilolmabdi. Undaqda sizcha bu suni ichkili bo'lamdi? Javobi: ichki bo'ladi. Chunki bu kuni havo nihoyat ochiq edi. Agar u samimiy millatdan bo'lib, sizning bugun havo yaxshimi deb so'ragan savolingizga u milatadi deb javob bergan bo'lsa, tabiiyki uning ma'nosini muayyanlashtirish bo'lib, milatadi degan ha degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni suni ichishga bo'ldiganligini muayyanlashtiradi. Agar u yolg'on so'zlaydigan millatdan bo'lsa, tabiiy holda yolg'on so'zlab "Bugun havo yaxshimi?" degan savolga uning milatadi deb bergan javobi "yo'q" degan ma'noni bildirdi. Bu suni ichishga bo'lamdi degan savolga milatadi deb bergan javobimi "ichishga bo'lmaydi" degan ma'noni bildirdi. U yolg'on so'zlaydigan millatdan bo'lganligi uchun bu suni cho'qim ichkili bo'ladi. Buningdan shunda xulosa chiqarishga bo'ladiki, qaysi millatdan bo'lgan kishi javob bergan, qanday javob bergan bo'lishidan qat'iy nazar, suni yanada ichishga bo'ladi.